Ko'p holatda kafil terib kelinayotganda mana shu atkos joyini ko'pchilik o'tkazib yuboradi yoki 3-4 sm yetkazmasdan yopishtirib yuboradi. Bu keyin keladigan eshikchiga muammo tug'diradi, eshikchi buni kesishga to'g'ri keladi. Bu doполнительный uy egasiga rasxod bo'ladi. Chunki har bitta qilingan eshikka pul oladi. O'shanaqa muammoga duch kelmaslik uchun atkosdan kafilgacha 9 sm joy qoldirib ketasizlaring. Любой eshik standart eshikki parogi 9 sm bo'ladi. Hech qanaqa bir muammo bo'lmaydi. Keyin poli kafil terib kelinayotganda agar eshigingiz ichkariga qarab ochilinadigan bo'lsa, atkosdan 7 sm. Agar eshigingiz tashqariga ochilinadigan bo'lsa, atkosdan 2 sm. 2 sm to'g'rilab yopishtirib ketadigan bo'lsalaring, endi laminat bilan kafil ulangan joyi eshik yopilgan mahali tagida qolib ketiladi. O'shanlarda laminat как будто bu eshik yopib turganda spochni nariga o'tgan bo'ladi. Sanuzildan qarasangiz, kafil granit tashqariga chiqib ketganga o'xshab ko'rinib turadi. O'rtoqlar, bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'ying, aniq kerak bo'ladi. Sog' bo'ling.